Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda hayız münasebet mezmunlar hakkında to'xtalib o'tgan. Bugün İmam Bukhari rahmetullahi aleyh yani hayizga münasebetlik bablar haqida bizga tushuncha berib, ayol kishiniki shu hayizning kelgan vaqti va buniki hayizning to'xtagan paytlari degan mazmunda to'xtalib. Bu vaqtdagi konkret aniq mazmunlarni biz hadisninki o'zidan tanib chiqaylik. O'z vaqtida hamda sahobalarniki ayollari Oysha onamizning huzuriga bir paxta, oppoq bir paxta va qachini yoki bir tashtakni avatayotganda, hamda bu paxtada azroq bir sariq rangning belgisi bor. Oysha onamiz deydiganda aldirmanglar. Sizlar toki oppoq gejdek dedi. Oppoq gejdek bir suyuqliq ajratmani ko'rmaganga qadar aldirmanglar, yani pokiz bo'ldik deb yoki hayz uzildi deb o'ylamanglar. Bu degan so'zi hamda bu yerda hayzdan pok bo'lganligini ifodalaydigan bir aniq alomatni, belgini ko'rsatib beryapti. Bu söz Zeyd ibn Sabit'ninki qiziga yetib beribdi. Zeyd ibn Sabit sahobalar ichidagi eng katta büyük sahobalarniki biri bo'lishi bilan birga eng cho'ng faqih sanaladigan bir odam. Bu ayollar kechida bir chiroqni ko'tarib oldigan bir avval Zeyd ibn Sabitning qizining quliga yetibdi. Ham dadasi cho'ng katta faqih olim bo'lgandan keyin uning qizimi bo'libmi olim bo'lishi tabiiy. Chunki sahobalar bolalarini tarbiyalashga ajoyib zo'r ahamiyat bergan. Ko'pincha hadislar asosan shu sahobalarning bolalari orqali yetib kelgan. Va yoki shu sahobalarning fiqhiy ko'z qarashlari bularning bolalari orqali ko'proq yetib kelgan. Bu ayollar kechida chiroqni deb chiroqni yoqtirib, az yerim kechida pokiz bo'ldikmi bo'lmadikmi deb hamda o'ziniki shu avvali qaraydi ekanda, o'zining shu jinsi a'zoyiga shu yerga qaragan vaqt. Mushu xabar yetganda bu ayol bu sahobalar bunday qilmaydi debdi. Miyadagi nima? Ayollar bunday qilmaydi deganimiz bu yerda, yani sahobalarning ayollari bunday qilmaydi demoqchi. Bu qaysi davr deganda sahobalar davridan keyingi tabiinlar davridagi masala bu. Tabiinlarning ayollari kechida, yarim kechida chiroq tutib, pokiz bo'ldikmi bo'lmadikmi deb o'zini tekshirib qo'ygandan keyin buni sahobaning ayollari bunday qilmaydi deb bularning bu qilmishni ayiblagan. Bu ayiblash nima degan vaqtida birinchidan kechida buni to'ng'il bo'lmasligi mumkin. To'g'ri bilgil bo'lmasligi mumkin. Bo'lapmi u paytgidek bunda bizning tilimiz bo'yicha ilib o'tgan vaqtida jinchiroqlar zamoni davri. Buni to'g'ri aniq bilmaslik mumkin. Yoki bundan bakrak oydinlashtirgan vaqtimizda oldirab masalan bu kechida noma'lum vaqtlarda bu qarab masalan aniq bilgilanmagan paytlarda pokiz bo'lmagan ahvol ostida namoz o'qib qolmasin degan ehtiyot asosida bu ishlarni ayiblagan bo'lishi bakrak aqlga muvofiq hamda. Bu yerki bu tarixiy qissadan biz his qiladigan nuqta İmam Qozi Iyozninki so'z bo'yicha aytgan vaqtida mushadagi oq gejdek bir suyuqlikni ko'rgan vaqtida hayzdan uzilganligini bildirayotgan bu alomat aniq yo'ritilgan alomat. Hatto İmam Malik rahmetullahi alayh ko'p ayollardan so'ragan ekan ayni vaqtlarda. Ammo shu avval bormi? Hayz to'xtagan vaqtida oppoq bir narsa suyuqlik ajratma bo'lamdi deganda ko'p ayollar shu avvalning bo'ldiganligi haqida ma'lumot bergan İmam Malik rahmetullahi alayhga. Undaqda shu ayollarniki hayzdan pok bo'lganlikniki dalolatini bildirgan ikki xil alomat bor. Bir alomat shu yo'llikniki to'xtab qurgan ajratmaniki qurgan payti. Bu avvalda davomli hamda quruq bo'lmasligi mumkin. Ammo mavi oq gejdek bir suyuqlikni ko'rish degan so'zning o'zi bu yerda keskin, aniq bir bo'linma xarakterlik mavi bir alomat belgi. Yana birisi bu rivoyatdagi Zeyd ibn Sabitninki qizi deyilgan, ammo ismi aniq bayon qilinmagan. Balki bir qism ulamolar bu yerda Zeyd ibn Sabitninki 5 qizi bo'lganda 6 qizi.
Hasna, Amra, Ummu Kulsum, Ummu Muhammed, Qurayba, Ummu Sa'd ismli. Ba'zida Ummu Sa'd degan, ba'zida Ummu Kulsum deb mundaqmi degan. Muhimi bu aniq o'tirib qo'yilmagan bo'lsa-mu, Zayd ibn Sabitning qizining bir ekanligi bu yerda oydin masala. Endi bu 320-numurlik hadis İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Abdullah ibn Muhammad hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi nomi bilan mashhur bo'lgan Imom Buxoriyniki buyuk ustozlaridan bosh tarjimali o'tgan. Bu odam deydi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan deydi. Bu Sufyan ibn Uyayna. Chunki bu Abdullah ibn Muhammad al-Musnadidan Sufyan Savri hadis rivoyat qilgan emas. Faqat Sufyan ibn Uyayna hadis rivoyat qilgan. Shu Sufyan deb kelsa, buni cho'qim Sufyan ibn Uyayna deb bilsak yaxshi. Bu kishi Hishamdan, Hisham dadasi Urvadan, Urva Hazrat Oyisha onamizdan. Bu ravilarninki emisning tarjimali boshida o'tgan ravilar. Fatima binti Abi Hubaysh bu ayol bu sahoba ayollarniki biri bo'lib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonida shu xon kesilib girib topib qolgan ayollarniki biri. Bu ayol deydi, shu o'z davrida xon kesilib bo'lib qolganda Rasulullohning huzuriga kelib so'ragan ekan bu onamiz. Payg'ambarimiz bu haqda javob berib, bu tomoning qani degan. Tomoning qani deganimiz shu yerdagi tomoning ajratma qonlari, ya'ni bu kasallik yoki odat qonlari emas deganda, bu hayz emas deb javob bergan. Keyin agar hayzning muddat payt kelgan vaqtida namoz o'qimang. Hayz to'xtagan vaqtida siz yuyinib namoz o'qing degan. Biz bu hadisniki mazmunini biz xuni istihoz babida so'zlab bo'lgan. Lekin bu yerda qoida hamda kelishida hamda hayzningki kelgan to'xtagan paytlariga qarta yuqoridagi bir qism tobiinlarning va sahobalarninki ta'limoti bilan bu hadisni moslashtirib surishtirib hayzning to'xtagan payti va uzilgan yoki boshlangan vaqtini bilib olamiz. Va sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.